Do'stlar, assalomu alaykum hammaga, salomatmisizlar? Yana o'sha mavzu Nilufar Hamidova haqida bo'ladi bu video murojaat. Videoni ko'rishdan avval bittadan like bosib qo'yinglar. Sizlardan shuni iltimos qilaman. Tarqalishiga yordam qilasizlar. Imkon darajasida do'stlarga ham tarqatib qo'yinglar. Juda ham ko'pchilik mendan xavotir olib yozishyapti. Juda ham ko'pchiligi keyin negativ fikr bildirib yozishyapti. Negativlarga ham rahmat deyman. Gap yo'q, jonlaring omon bo'lsin. Meni o'ylab poddeshka qilib turganlarga ham alohida katta rahmat. Borlaringga shukr. Sizni sudga berdimi? Sizga telefon qilib ana karillaganlar. Hali video dumaloqchada tashab sizga gapirganlar, qaqa ketdi deganlarga, ular hech qaqa ketgan yo'q. Ular telefonda karillaydi xolos. Hayotda yo'q, kelolmaydi oldimga. Kelsa, keyin men o'zim boshqacha gaplashaman ular bilan. Qani o'sha? Kunda oxirigacha senga muhlat, kunda oxirigacha senga mana 1 soat vaqt beraman deganlar qani? Yo'q, ular kelolmaydi, telefonda xolos, telefonda karillaydi unaqalar. Keyin meni orqamdan gapirib turgan laychalar bor, bitta ikkita laychalar chiqibdi. Mana kecha bittasini video qilib ozginasini qo'ygandim. Buni oxirigacha agar boradigan bo'lsam, men ancha narsa bo'lib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun qo'ymadim. Mana bittasi mana. Puling yetmasa, pashol nahir bor-ku. Mana. Hamnaqa so'kinishlar bor. Bu videolarni men saqlab qo'yganman. Singiljon, siz ham xushyor bo'lib gapiring. Tilingizga xushyor bo'ling. Lekin ayol kishiga to'g'ri kelmaydi so'kinish. Yigit kishiga bo'lgan haqorat to'g'ri kelmaydi. Unaqa so'kinmasdan chiroyli gapiring, singiljon. Siz bilan ham hali alohida gaplashamiz. Shoshmay tursangiz, alohida siz bilan ham birma-bir gaplashaman. Nilufar Hamidova bilan hali do'stlar juda ham ko'p videolar bor. O'sha aytganimdek, juda ham ko'p faktlari bor. Buni birma-bir joylab boraman. Faqat kuzatishda davom etinglar do'stlar. Poddeshka qilib, imkon darajasida like bosib, mana shu videoni ham do'stlarga jo'natib, keng tarqalishda yordam qilasizlar degan umiddaman. Hammaga katta rahmat. Hali bu ishimiz tinchigani yo'q. Yana ham jiddiylashdi va chuqurlashdi. Kuzatishda davom etinglar. Hammaga katta rahmat.